Tezkor o'zbek futbolida transferlar bombasi. 11 futbolchi top klublar radarida. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, O'zbekiston terma jamoasi deyarli butun asosiy tarkibi dunyoning eng kuchli klublariga o'ynaydi. Manchester City, Liverpool, Ajax, Sevilla, Beshiktash, Zenit, Fenerbahçe. Bu orzumi yoki haqiqatga aylanayotgan rejalarmi? Bugun sizlarga ayni paytda eng ko'p muhokama qilinayotgan transfer mishmishlari va muzokaralar haqida batafsil gapirib beraman. Video oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki oxirida siz kutmagan futbolchi haqida ham gap bor. $100 olishni xohlaysizmi? Jahon chempionatidagi bilimlaringizni oshirishni-chi? Unda hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va $100 olish uchun biz bilan bog'laning. Promo-kodni kiritishni unutmang. Abduqodir Husanov, Manchester City. Hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasining eng yetakchi futbolchisi Abduqodir Husanov haqida gapirmasak ham bo'ladi. U Manchester City libosida mustahkam o'rin egallab bormoqda. 2. Rustam Ashurmatov, Zenit. Zenit tajribali markaziy himoyachi izlamoqda va Ashurmatov nomi ham muhokamalarga tilga olinmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, u Rossiya Premyer Ligasida qaytishi mumkin. 3. Jahongir O'rozov, Borussia Mönchengladbach. Bundesliga klubi yosh iste'dodni kuzatmoqda. Germaniya futboli Jahongir uchun katta maktab bo'lishi mumkin. 4. Otabek Shukurov, Beshiktosh. Turkiya grandi yarim himoyani kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Otabekning tajribasi va xarakteri aynan Beshiktash uslubiga mos tushadi. 5. Eldor Shomurodov, Fenerbahçe. O'zbekiston sardori yana Turkiya grandi e'tiborida. Fenerbahçe hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Eldorni variant sifatida ko'rayotgani aytilmoqda. 6. Sherzod Nasrullayev, Genk. Belgiyaning mashhur klubi Genk klubi yangi chap qanot himoyachisini izlamoqda. Sherzod esa aynan shunday futbolchilardan biri. 7. Hojiakbar Alijonov, Al Hilol. Saudiya Arabistonining eng kuchli klublaridan biri Al Hilol o'zbek futbolchisiga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar muxlislarni hayajonga solmoqda. 8. Abduvohid Ne'matov, Ajax. Ajax darvozabonlarini yetishtirish bo'yicha dunyodagi eng kuchli akademiyalardan biri hisoblanadi. Agar bu transfer amalga oshsa, Ne'matov uchun ulkan imkoniyat bo'ladi. 9. Abbos Fayzullayev, Liverpool. Eng katta sensatsiya aynan shu bo'lishi mumkin. Liverpool skautlari Abbosni kuzatayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Agar bu mishmish haqiqatga aylansa, o'zbek futbol tarixida eng shov-shuvli transferlardan biri bo'ladi. 10. Akmal Mazgavoy, Lille. Fransiyaning Lille klubi yosh futbolchini kuzatayotgani aytilmoqda. Liga bir ko'plab iste'dodlarni kashf etgan chempionat hisoblanadi. 11. Doston Hamdamov, Sevilla. Ispaniyaning Sevilla klubi tajribali qanot futbolchisiga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqamoqda. Bonus: Behruz Karimov. Yana bir quvonarli xabar. Yosh himoyachi Behruz Karimovga Fransiyaning Lens klubi qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yana bir o'zbek futbolchisi Yevropa sari yo'l olishi mumkin. Yakun: albatta yana bir bor ta'kidlaymiz. Videoda tilga olingan transferlarning aksariyati hozircha mishmishlar yoki muzokaralar haqida xabarlarga asoslangan va rasmiy tasdiqlanmagan. Ammo bitta narsa aniq, bugun o'zbek futbolchilariga dunyoning yirik klublari tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Sizningcha shu futbolchilardan qaysi biri aynan top klublarga muvaffaqiyat qozonadi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.